Hammaga xayrli kech. Men juda ham xursandman o'z kasbim haqida bugun sizlarga gapirib berayotganligim uchun. Bu narsa men har kuni qiladigan ishim Yandeksda va, umid qilamanki, sizga, entuziazm va ruhiyatingizni ko'tarishda, ushbu seminar, vebinar yordam beradi. Birinchi o'rinda o'zimni tanishtirib o'tsam. Mening ismim Nastya, men 24 yoshdaman. Va 3 yildan beri men Yandex Bulutda, interfeys, ishlovchisi sifatida faoliyat yuritaman. Bizning maqsadimiz bu Monium. Bu platforma Yandexdagi servislarni qanday ahvolda, qanday holatda ekanliklarini biz tekshirib boramiz. Ya'ni xuddi Yandexni shifokorlari sifatida Yandexda taklif qilinayotgan servislar qanchalik yaxshi ishlayotganligini, qanchalik to'g'ri ishlayotganligini, a tekshirib turamiz va bizni, yaratgan platformamizdan barcha servislar, ya'ni taksi, ovqat yetkazib berish, lavka hammasi bizdan foydalanishadi. Men bu kasbni o'zim o'rganganman. O'zimda texnik yuqori ma'lumot yo'q va meni kasbdoshlarim hammasi texnik tarafdan kuchli ma'lumotga ega va ular menga katta yordam berishgan. A, O'zim erishgan yutuqlardan gapiradigan bo'lsam, men o'zimni yaxshiman deb hisoblayman. Nima? Ishni tez qilganligim uchun menejerlarim meni juda yaxshi ko'rishadi. Va shu 3 yil davomida platformamizning eng katta, eng muhim fitchlari ustida ishlaganman va ushbu servis 50 ta insondan tashkil topgan komandada yagona, dasturchi qizman. Bugun nimalar haqida gaplashamiz? Bugun web ilovani yaratish haqida gaplashamiz. U nimalardan tashkil topishini biz o'rganamiz. Web ilova nimalardan iborat bo'lishi kerak? Birinchisi bu loyihani rejalashtirish, keyingisi loyihalashtirish, keyingisi dasturlash, frontend va backend, keyin esa integratsiya va testlashish, keyingisi, ochib chiqish va eng oxirgi etap, ya'ni web application'imizni eng davomiy qismi bu, uni doimo qo'llab-quvvatlab turish. Loyihani rejalashtirish deganda nimani tushunishimiz kerak? Chunki ko'pchiligingiz loyihalashtirishni boshlagan bo'lishingiz kerak. Biz, g'oyamizni o'ylab chiqadigan, etapimiz, ya'ni biz nima ustida ishlamoqchimiz, nimani hal qilmoqchimiz. Auditoriyamiz, ya'ni, maqsadli auditoriyamiz kimligini topamiz va bu auditoriya uchun muhim bo'lgan, funksional, vazifalarni yozib chiqamiz. Va bu holatda bizda, komandani barcha a'zolari, menejer, a, komanda a'zolari hammasi brainstorming bilan shug'ullanishni boshlaydi. Va dedlaynlar haqida gaplashganda biz, dedlaynlar, har xil holatda, bo'lishi mumkin. Loyihani bitta intervalga kiritish, qiyin bo'ladi. Barcha katta loyihalar shunday tajribaga ega. Loyihani rejalashtirib bo'lganingizdan keyin loyihani o'zini yasashni boshlaysiz, ya'ni loyihalashtirishni boshlaysiz. Va bunda biz qanchalik g'oyamiz, hayotbardor, ya'ni qanchalik uni amalga oshirsa bo'lmasligini tushunishib olishimiz kerak bo'ladi. Va aynan bu holatda biz prototipni yasab olishni ma'qul ko'ramiz.
Prototipni biz, Figma yoki, har xil, dastur, Sketch yoki Adobe'larni foydalangan tarzda, yasaymiz. Nimaga men Figmani yoniga yulduzchani qo'yib qo'ydim. Figma hozirda dasturchilar, olamida juda ham mashhur va katta-katta kompaniyalar Figmada ishlashni ma'qul ko'rishadi. Va prototipimizda bu s loyihamiz saytda qanday ko'rinishga ega bo'lishini, loyihalashtirib ko'ramiz. UX, UI dizayn haqida ko'p gapirib o'tmayman, lekin, a, bu 4 ta narsa nimaligini, shu ikkita birikma nima ekanligini sizga aytib o'taman. User experience va user interface deb nomlanadi. User interface ya'ni, inson saytni qanday ko'rishi, UX esa inson foydalanuvchi qanday qilib bu saytda ishlashini, qaysi knopkalarni bosish kerakligini, nimani, qanday joylarga kirish kerakligini hammasi UXga kiritiladi. Web applications'ni dasturlashdan keyingi etapga o'tish uchun dizayner bo'lishni o'zi yetarli emas. Albatta web, applicationni dasturlashni bilish kerak. Web applicationni yaratish uchun esa birinchi o'rinda, ya'ni ideal holatda va'da qilish kerak. Arxitekturani yasab chiqishi kerak, ya'ni web applicationni arxitekturasi. Har qanday ilova, qanday platformada yaratilishidan qaramasdan, nimadan tashkil topishiga qaramasdan, ushbu, qismlar deylik bir sahifa deb oladigan bo'lsak, shu sahifalaringiz, ilovangiz, umuman olganda qanday qilib ishlashini to'laqonli uchun arxitekturani yasash muhim. Arxitektura degani nafaqat, veb ilovangiz qanday ishlashi, qanday texnologiyalar orqali ishlashini tushunib olishingiz kerak bo'ladi. A, hozirgi, texnologiyalarga misol keltirib, Stack'ni yoki, veb ilovalarni yaratish uchun maxsus, loyihalarni tushunishimiz mumkin. Bundan tashqari, am, ma'lumotlar bazasini kerak bo'ladi. Ma'lumotlar bazasini sxemasini yaratish, majburiy emas. Qanday qilib dasturlayman, qanday qilib kodni yozaman degan savolga o'tishdan oldin arxitekturaga bir misol ko'rib o'tsak, ya'ni web application arxitekturasi, ya'ni ko'rib turibsiz ekraningizda ushbu sxemani. Bu aslida juda ham, eskirgan sxemalardan biri, lekin men sizga oddiy qilib tushuntirib berishga harakat qilaman. Agarda siz, foydalanuvchi sifatida kompyuterni ochib, qanaqadir saytga kirsangiz, juda mashhur web application'lardan biri, masalan, Netflix, Amazon, qanaqadir sotsial tarmoqlar hisoblanadi. Foydalanuvchi kodni ko'rmaydi. U faqat internetdagi sahifani ko'radi. Lekin sahifani orqasida ikkita narsa bor: frontend va backend. Frontend, a, foydalanuvchi ko'radigan narsalar, u bosadigan, ezadigan narsalarni, a, o'z ichiga oladi. Masalan, har xil suratlar, a, ha login sahifalari, qanaqadir dialoglar, yozishmalar, shu kabi narsalarga frontend javob beradi. Backend esa frontendni, paydo bo'lishi uchun yordam beradi.
ya'ni, frontendni barcha web ilovani yaratilish uchun yordam beradigan narsa hisoblanadi. Har bir texnologiyani, a pastki qismida ko'rib turgan bo'lsangiz, qanday tilda qilinishi mumkinligini, yozib qo'yilgan. HTML, CSS, JavaScript ham frontendda, ham bekendda ko'rishingiz mumkin. Frontendni yaratish uchun HTML, CSS, JavaScriptni o'zi yetarli. Bekendni yaratish uchun esa unda sal qiyinroq bo'ladi strukturasi. Chunki u, ilovani yuragi hisoblanadi. Bu, a veb ilovani yaratilishi, ya'ni sayt nafaqat oddiy sayt, balki umuman ilova bo'lishiga yordam beruvchi qism hisoblanadi. Bizni saytlarimiz web application'dan ajralib turibdi, chunki sayt, a sayt web application bo'lishi mumkin. Ya'ni har qanday sayt web application bo'ladi, lekin har qanday web application sayt bo'la olmaydi. Web application arxitekturasi bilan juda ham, qiyinroq hisoblanadi. Va eng muhimi hozir dasturlash uchun biz nimalarni bilishimiz kerak? Web application yaratish uchun frontend uchun, baza darajasida HTML5, CSS3, JavaScript. Bundan tashqari o'zingiz uchun framework yoki, kutubxona tanlashingiz kerak bo'ladi. Frontend uchun HTML5, CSS3, JavaScript aytib o'tganimdek. Nimaga bularni baza darajasi deb hisoblaymiz? Chunki eng katta top kompaniyalar Yandex kabi, Google, Amazon, Apple kabi kompaniyalarda, odamlar oddiy JavaScriptda yozishmaydi. Chunki oddiy JavaScriptda yozish, ba'zida qiyin hisoblanadi. Shu sababli frontendni, o'rganishni va biz taklif qilgan frameworklarni ko'rib chiqishingizni maslahat beramiz. Har xil holatlarda biz masalan oddiy, a, baza, darajasida ba'zi kodlarni yozib chiqishimiz mumkin, lekin va frameworklarsiz ishlashimiz mumkin, lekin, umuman yaxshi, maslahat bu frameworklardan foydalanish. Hayotingizni, hayotingizni osonlashtirish uchun albatta UI bibliotekalar, kutubxonalar yordam beradi sizga. Bu, to'plam hisoblanadi. Ya'ni bu to'plamni siz o'zingizga yuklab olasiz reaktor sifatida. Ya'ni, unda barcha instrumentlar yuklangan bo'ladi va bu instrumentlardan siz dasturlash davomida ishlasangiz bo'ladi. Bu paketni ichida, ya'ni to'plamni ichida, til, knopka, suratlar, rasmlar, ranglar tanlash shularni hammasini siz bitta to'plamda yuklab olasiz va dasturlash davomida ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Umuman, baza jihatida bekendni yaratishda qanaqadir tilni bilishingiz kerak, dasturlash tilini.
Agarda sizda mahsulot, dasturlash bo'yicha katta, tajribangiz, yo'q bo'ladigan bo'lsa, maslahat so'rab ko'rishingiz mumkin. Masalan, biz web ilova yaratmoqchimiz. Biz qaysi tilda, foydalanishimiz kerak? Nimaga backend bo'yicha bu qiyinroq? Chunki frontend shu oddiy, JavaScript, CSS5, HTML5, backendda esa bir nechta variantlar bor. Node.js, Python, PHP, Java, Net va ulardan qaysidir birlari siz uchun, sizga ko'proq to'g'ri kelishi mumkin. Masalan, Python ko'proq, neyrotarmoqlar bilan ishlashda, ko'proq to'g'ri keladi. Va serverlar bilan qanday qilib ishlashingizni tushunishingiz kerak. Masalan, Jinx, Apache, Express.js. A, eng muhimi ular backend serverlari bo'lishi kerak. Va bu, loyihalar sizda foydalanuvchilar va, baza ma'lumotlari bilan sizni bog'lab turuvchi, platformalar hisoblanadi. Ma'lumotlar bazasiga biz nimalarni keltirishimizni misol qilib, umuman olganda misollarimiz juda ham ko'p va ushbu, sanab o'tganlarimizni Postgres, MySQL, MongoDB shularni o'zingiz, o'rganib chiqishingizni maslahat beramiz. A Ushbu, keltirilgan ma'lumotlar, terminlar tilida gapirib berilyapti, lekin o'zingizni mustaqil o'rganib ko'rishingizni ham maslahat beramiz. Siz, loyihada o'sha komandalarga qo'shilgansiz. Juda muhim narsani bilishingiz kerak. Komandada frontend va bekend dasturchi alohida odamlar bo'lishi kerak. Shu maslahat beriladi. Lekin albatta bir-biringizga yordam berishingizni ham, aaa, maslahat bergan bo'lardim. Chunki dasturlash loyihaning juda ham katta qismini, egallaydi va juda ham, noto'g'ri bo'ladi agar loyihada faqat bir kishi dasturlash bilan, shug'ullansa. Lekin umuman olganda frontend, bekend bitta odam bo'lishi mumkin, lekin albatta, rollarni yaxshiroq. Va yana bir muhim narsa, web application, hozirgi paytda, o'z strukturasi bo'yicha, qiyin, loyiha hisoblanadi. Uni yasash insondan ko'proq vaqt olishi mumkin va katta bilimlarni talab qilishi mumkin va ularni ishlash sxemasi, ancha qiyin. Shu sababli hamma narsani boshidanoq ideal tarzda yaratishga harakat qilmang. Birinchi o'rinda oddiyroq, loyiha yaratib ko'rishga harakat qiling, o'z funksiyalariga ega bo'lgan. Men o'zim Yandexda, aaa, dasturlash, ishimni frontend va bekendga, muloqotda ishtirok etishdan boshlaganman va, kerak bo'ladigan muhim, veb ilovalardan plugin, authorization, sahifalarida ishlashdan boshlaganman. Ushbu ishlarni qilishni boshlasangiz, siz tushunishingiz mumkin, ilovangiz rostdan ham ishlaydimi, ishlamaydimi? Ya'ni, ba'zi darajada biz autentifikatsiya va avtorizatsiya, sahifalarni yozib chiqamiz. Bundan keyin, hammasini qilib bo'lganingizdan keyin siz,
loyihangizni, xavfsizligi haqida o'ylab chiqishingiz kerak bo'ladi. Umuman frontend va, bekend qanday muloqot qilishadi? Ya'ni klient va server o'rtasida muloqot qanday sodir bo'ladi? Umuman olganda, web application yaratishda bizda protokol maxsus mavjud. Ya'ni, ma'lumotlarni bir-biriga berish protokoli frontend va bekend o'rtasida. Bu aynan web application'lar uchun aktual hisoblanadi. Bizda HTTPS deb nomlanuvchi, platforma bor. U, sertifikatsiyalarni amalga oshiradi. HTTP va HTTPSni bir-biridagi o'rtasidagi kontrakt ajratib turadi. Klient, server bilan, a, o'z savollarini, ehtiyojlarini yuborish orqali, ma'lumotlar bilan bo'lishishadi. Ya'ni klient, mijoz, buyruqlarni beradi. Get, push, get masalan biror nima olish, post biror nimani yuklash, put biror nimani, almashtirish, delete biror nimani, yo'q qilish. Bu klient va server qanday aloqa qilishi haqida. Va ushbu narsa, xavfsizlik protokolini buzmagan tarzda sodir bo'lishi kerak. Bu narsa haqida biz bafurcha gaplashmaymiz, lekin, bazaviy, prinsiplarimiz, ya'ni, qanday qilib ma'lumotlarni almashtirish, muhim hisoblanadi. Keyingi narsa bu kodni ishlamasligini, a tekshirish. Bu juda ham, katta ma'lumot mavzu hisoblanadi. Chunki, mijozingiz, rostdan ham ishlovchi veb ilovani ishlatishi kerak, ya'ni oddiy ekranni, ko'rmasligi kerak. Tekshirish qanday holatda yuz beradi? Bu frontend darajasida sodir bo'ladi. Unit, tekshirish va integratsion tekshirish UL tekshirish. Unit tekshirish. Kodni katta bo'lmagan qismlarini, bloklarini tekshirib chiqish. Ya'ni, masalan, siz matematik funksiyani tekshiryapsiz. 50 qo'shilgan 20 70 va, tekshirish davomida shu 50 qo'shilgan 20ni qanchalik, saytingiz to'g'ri hisoblab berayotgani, a, a, tushun aniqlovchi, buyruqni berishingiz mumkin. Integratsion, tekshirishda nima sodir bo'ladi? Juda ham, qiyin hisoblangan tekshirish. Ya'ni tayyor, ilovangizni birlik ishlashini tekshirib beradi. Ya'ni kompyuterda tayyor veb ilovaga kiriladi. Masalan, birinchi sahifaga kirganda nimani ko'rishi, shaxsiy sahifaga kirganda shaxsiy sahifaga o'tyaptimi, boshqa sahifalarga o'tyaptimi, shularni tekshirish. Yana bitta juda ham muhim maslahat bu, o'zingizni kodingizni doimo yozib borish, ya'ni, a, o'zingiz uchun saqlab borish.
Chunki, agarda kodingiz uchun maxsus, tavsifnomalar, ma'lumotlar qoldirib to'plab borsangiz, sizdan keyingi keluvchi, dasturchilar uchun siz kodingizni, tushunish osonroq bo'ladi. Kodni biz qayerda yozamiz? Biz qayerdadir kod yozishimiz kerak. Umid qilamanki, sizda baza darajasida dasturlash, tajribasiga egasiz. IDE haqida eshitgan bo'lishingiz mumkin. Men o'zim Visual Studio Code'dan foydalanganman. Aaa, Atom, Notepad++dan foydalanganman va hammaga Visual Studio Code'dan foydalanib ko'rishni maslahat beraman. Juda ham tez, oson ishlaydi. Kodni qayerda saqlaymiz? Juda muhim narsa. Kodni qayerda saqlashni bilish kerak. Siz jamoa sifatida ishlaysiz va birga ilova, yaratasiz. A Eski metod bu, papkalarda, har xil kompyuterda papkalarda saqlab borish va ularni bo'lishish. Lekin, yangiroq, to'g'riroq, maslahat beradigan bo'lsak, unga GitHub va GitLab, dan foydalanishingizni maslahat beramiz. Ular ham o'zlari web application'lar hisoblanadi. U saytlarga kirib, ro'yxatdan o'tasiz. U yerda loyihangizni nomlanishi, nimalar qilishingizni yozasiz va u yerga o'zingizni birinchi dastlabki kodlaringizni kiritishni boshlaysiz va u yerda saqlashni boshlaysiz va, qolgan komandangizdagi a'zolarga ham unga bo'lgan dostupni ochib qo'yasiz. Bular ham standart ilovalar hisoblanadi. Hech kim hozir kompyuterning o'zida kodlarni saqlamayapti. Qanday qilib ilovangizni internetga joylashtirish mumkin? Ya'ni qanday qilib birorta saytga kirganda biz o'sha saytda paydo bo'lib qolamiz. Ya'ni qanday qilib havolalar ishlaydi? Birorta havolaga bossak, qanday qilib biz u yerda paydo bo'lib qolamiz? Bu qanday sodir bo'ladi? Ya'ni siz o'z ilovangizni maxsus hostinglarga joylaysiz va o'z ilovangizga maxsus domenni, biriktirib qo'yasiz. Domenlar odatda sotib olinadi. Ya'ni siz ularni sotib olasiz va o'sha domenni egasiga aylanasiz. Hostingni o'zi
Hosting va domenlardan, tushunganimizdan keyin biz, sizdan maxsus, maslahatlar bo'lishmoqchimiz. Web application yaratishda aytib o'tganimdek, deploy yoki, yaratish, qismlarini oxiriga qoldirmaslikni sizga maslahat beramiz va barcha ishlarni, qismlarga ajratib, ishlashni boshlashimiz kerak bo'ladi. A MVP yaratishni maslahat beramiz. Ya'ni, hayotga moslashtirilgan, loyihangizni minimal ko'rinishida, yaratib chiqishingiz kerak bo'ladi. Albatta URL, kutubxonalardan foydalanishni maslahat beramiz va bizda Gravity UI kutubxona bor, undan ham foydalanishni maslahat beramiz. Albatta, xato qilishdan qo'rqmang va, o'zingizni, a o o o'zingizga katta ma'lumotlar berishdan qo'rqmang. Yandexda, men o'zim birinchi kelganimda ham juda ham katta, fich ustida ishlaganman. Bu, fich, juda ham, qiyin bo'lgan, lekin biz 1 soat ichida uni ishlab chiqamiz. A, va men o'z, a, mentorim bilan birgalikda, xatolik qilishdan qo'rqmang va savollar so'rashdan qo'rqmasligingizni maslahat beraman. Shu orqali siz yangi narsalarga o'rganasiz. Ya'ni o'zingizni, a, qiynash ham juda bir muhim narsa hisoblanadi. Sizning foydalanuvchingiz bu siz emas, siz kimdir uchun, loyiha yozayapsiz. Umid qilamizki, sizning loyihangizdan ko'pchilik foydalanadi va ushbu foydalanuvchilar, ilovangizdan yaxshi ishlatishi uchun siz, web application'ingizni hamma tugmalarini bosib chiqib, qanday ishlayotganligini, uni har qanday, tekshirib ko'rishni maslahat beramiz. Sizda qanday muammolar kelib chiqishi mumkin? Boshlang'ich etaplarda bu arxitekturani yasash, ya'ni web ilovangizni arxitekturasini ishlab chiqish qiyin bo'lishi kutiladi. Yandeks mutaxassislari uchun ham bu qiyin narsa hisoblanadi. Rejalashtirishda katta-katta guruhlar, katta-katta dasturchilar bizda ishlashadi. Sababli qiyin bo'lsa, sizdan maslahat so'rashlarini, boshqalardan maslahat so'rashingizni, kerakligini aytamiz. Men doimo, loyihalarimni yasashda kattami, kichikmi, barchasini yasashda, mentorimga, murojaat qilganman. Katta-katta, kompaniyalarda arxitektura bilan o'sha, dasturchilarni o'zlari web application yozish juda qiyin hisoblanadi. Chunki u yerda bog'lanish tizimlari bor. O'sha, frontend, backend qismlarini bilish kerak, backend qismlarini bilishingiz kerak. Qanday qilib uni deployment qilishni bilishingiz kerak. Dizayn va boshqa komandadagi menejerlar bilan birgalikda ishlash, hammasi oson emas. Lekin tushkunlikka tushmang.
Bu jarayonni o'zi juda qiziqarli jarayon bo'ladi. Aaa, tushunmovchiliklarga duch kelishing mumkin. Shu sababli savol berishdan qo'rqmang. Aaa, baza darajasidagi logikani ishlatib chiqing. Sizning birinchi qadamlaringiz kod yasashdan oldingi, dastlabki qadamlaringiz juda muhim hisoblanadi. Aaa, aaa, ba'zida yozishdagi sxemalarni yaratib chiqish, g'oyasida ishlash kabi narsalarni, men kerak emas deya olmayman, lekin, dastlabki qadamlarda, to'xtab qolmang. Web ilovangizni nima ustida chizishingiz bo'yicha shablon, maket yaratib chiqishingizni maslahat beramiz. Va menejaringiz bilan maslahatlashib, keyin, ushbu maketni to'ldirib chiqasiz. Savol paydo bo'lishi bilanoq o'sha savolingizni, javobini topishga harakat qiling. O'sha savolni so'rashga harakat qiling. Chunki o'sha zahotiyoq hal qilmasangiz, bu savol siz bilan qolib ketadi. Birinchi o'rinda Google'dan qarab ko'ring, internetdan. Chunki internetda ham juda web application yasash bo'yicha katta, tajribali insonlar bor, community'lar bor. Katta community'ga Stack Overflow'ni maslahat berishim mumkin. U yerda dasturchilar mavjud, ya'ni u yerda, texnik savollaringizni so'rashingiz mumkin. Endi savollarga javob berishni boshlasak. Birinchi, savol. Web, ilova saytdan nimasi bilan ajralib turadi? Aytib o'tganimdek, har har bir web ilova o'zi sayt hisoblanadi, lekin har qanday sayt web ilova hisoblanmaydi. Chunki birinchi o'rinda, aaa, web application umuman strukturasi bo'yicha qiyinroq narsa. U ko'pgina sahifalardan iborat, uning uchun maxsus backend kod yoziladi. U nafaqat suratlardan tashkil topgan. Chunki, a, sa a, web application suratlardan o'zini tashkil topmaydi. Sayt esa oddiy suratlardan tashkil topgan bo'lishi mumkin. A, zamonaviy application yaratish uchun Python Twin'da bibliotekasidan foydalansak bo'ladi. A, bu juda, maxsus savol. Men Python, bibliotekasiga to'xtaladigan bo'lsak, dasturlash tili sifatida Python o'z, bibliotekasiga ham, kutubxonasiga ham ega bo'ladi. Lekin bu, kutubxonadan asosan tuzilmalar ustida ishlashdan foydalanishini aytib o'tamiz. Visual Studio Code'ga to'xtaladigan bo'lsak, bu, dasturlash muhiti hisoblanadi.
Kodingizni qayerda yozishingiz mumkin? Oddiy kompyuterdagi bloknotda ham yozishingiz mumkin. A Dasturlash muhiti bu kompyuteringizga yuklab oladigan muhit hisoblanadi, platforma hisoblanadi va u yerga siz dasturingizni kodini yozishni istaysiz. Va bu muhitda siz uchun kerakli bo'ladigan maslahatlar, nyuanslar, a, va kodingizni yozishga umuman yordam beradigan, a, narsalarni topishingiz mumkin bo'ladi. Va bu muhitda siz kodingizni tekshirib ko'rishingiz ham mumkin bo'ladi. A, Visual Studio Code'ni maslahat berishimizning sabab juda ham tez ishlovchi muhit hisoblanadi. Web application o'zi ham bir sayt hisoblanadi. Umuman internetda kiradigan hamma narsa web application web application hammasi sayt hisoblanadi. Qozog'istonda masalan Kaspiyni misol keltirishimiz mumkin web application sifatida. A Bu yerda hosting saytlari joylashgan. YouTube, Twitter, Amazon kabilar. Web prilojeniyani ilovani yaratish oddiy ilovani yaratishdan katta, farq qiladimi? A, Men shaxsan o'zim ham web ilova, ham oddiy ilova yaratib ko'rganman va u yerda farqlar bor. Birinchi o'rinda funksiyalari bo'yicha. Bu QWAM deb nominaladi, ya'ni Progressive Web Application. Buni siz kompyuterga yuklab olasiz. Discord kabi, misolni ham keltirishimiz mumkin. Bu, ham boshida PWAC bo'lgan. Texnologiyalarni Slack texnologiyalari ishlatish bo'yicha bir-biridan farq qiladi. A, Baza darajasida barcha dasturlash tillari ikkalasida ham bor. A, Ularni atrofida keyinchalik bir-biridan farq qiluvchi har xil, instrumentlar, texnologiyalar foydalanishni boshlaydi. Bir oyni ichida ko'p funksiyaga ega web, ilova yaratish mumkinmi? A, To'g'risi javob yo'q, bo'ladi, real javob. Amalda qilsa bo'lishi mumkin.
Chunki katta funksiyaga ega bo'lgan veb ilova bu nafaqat kod haqida, boshqa narsalar ham kirib ketadi. Qisqa javob berganda bir oy kam vaqt bo'lishi mumkin, lekin umuman olganda internetdan, topib ko'rishingiz mumkin bunga yechim. Qanday qilib, mijozlarni topib, pul to'plashni boshlash mumkin? Bu savol targetingga tegishli bo'lgan savol hisoblanadi, chunki, veb ilovani reklamasi bilan shug'ullanmaganman. Agarda bu haqida o'qib ko'rmoqchi bo'lsangiz, bu targeting deb nomlanadi va, ilovalarni va sahifalarni indeksatsiyasi haqida o'qib ko'rishingiz mumkin. Chunki sahifangiz internetda ko'rinishi uchun uni to'g'ri indeksatsiya qilishingiz kerak bo'ladi. Bu haqida ko'p ma'lumotlar internetda bor va mijozlarni topish ham bu albatta reklama bo'yicha. Flutter'ga to'xtaladigan bo'lsak, Flutter bo'yicha savollarga, qisqacha javob berganda, men bir marta Flutter bilan ishlab ko'rganman va, menga bu yoqqan. Juda ham qiziqarli tajriba bo'lgan Flutter bilan ishlash. Flutter, cross platformaligi bilan mashhur. U ham Android, ham iOS'ga tushib ketuvchi kodlarni beradi. A Flutter'ga tegishli bo'lgan boshqa narsalar bilan men ishlab ko'rmaganman. Shu sababli, biror nima, deya olmayman. Lekin hamma narsani albatta o'rganish mumkin va, dasturlash, deylik, birorta dasturlash tilini bilasiz va, kompyuter sayensni, baza darajasida bilishingiz kerak bo'ladi. Va bundan keyin, bitta dasturlash tili ikkinchi dasturlash tilidan nimasi bilan ajralib turishini, a ajratishni boshlaysiz. Lekin bular umuman olganda ularni barchasi qanaqadir, kerakli bo'lgan baza darajasidagi vazifani bajaradi. Dasturlash tili esa bu xuddi sizni instrumentingiz, ya'ni, bu narsani amalga oshirish uchun yordam beruvchi narsa hisoblanadi. API yoki bunaqangi, chetki servislarni ishlash mumkin. Emotsiya, psixologik, holatni o'rganish uchun. Bu savol umuman, neyrotuzilmalarga bog'liq bo'lgan, savol hisoblanadi. Ya'ni birinchi o'rinda neyrotuzilmani, o'zingizni, foydalanuvchidan kelayotgan, savolga, konfiguratsiya qilishingiz kerak bo'ladi va ushbu konfiguratsiyadan kelib chiqqan, natijani, foydalanuvchiga berishingiz kerak bo'ladi. Saytlarni sun'iy intellekt bilan integratsiya qilish yaxshimi? Albatta, bu yaxshi tajriba, bu narsalar qilinib kelyapti. Masalan, ChatGPTni oddiy sayti ham. Ya'ni bu yerda, sun'iy intellekt bor, bunga yaqqol misol bo'la oladi.
Qiyin disk ilova yaratayotganda no-code app builders'dan foydalansa bo'ladimi? A, javob, yo'q, degan bo'lardik. Chunki, a chunki qanaqadir operatsion tizim uchun maxsus kod yozish uchun bu yerda, konfiguratsiyaga doir bo'lgan jarayonlar amalga oshiriladi. A desktoplar uchun albatta o'zingiz kod yozishingiz kerak.